Shularni hisoblab bering. Bo'ladi. Aka 150 ming so'm bo'ldi. Aha. Aytgancha so'mim yo'q edi. Qog'oz bersam ham bo'laveradimi? Yo'q aka, o'zi bizda olib qolish mumkin emas-u. Mayli aka, boshqa pulingiz yo'q bo'lsa, bir safar olib qolaman. Rahmat aka, sizdaqa insonlar ko'paysin-da. Mana akajon. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Olib qolaman aka. Faqat bir safar aka. Bo'ldi, rahmat aka. Xo'p, aka, bo'lsam sizga. Xo'p. Mana bu izdachingiz. Ha, to'xtab turing. Mana bu 200 ming so'm. Ya'ni shunda qolgan izdachingiz to'la bo'ldi aka. Aha, rahmat. Rahmat aka. Pulni soxtaligini bildingiz-u, nimaga olib qoldingiz? Kamiga qaytimini ham berdingiz. Aka, shu savolni berishingizni bilgandim. Shu pulni aytyapsizmi? Aka, ishoning, qaytib kelmaysiz ham rozi edim. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Bir paytlar men ham xuddi shu ishni qilgandim. Xarib qildim, rosa xursand bo'lganman o'shanda. Bilasizmi keyin nima bo'ldi? Endigina yurishni o'rganayotgan balamni mashina urib ketdi. Bu bo'lgan ishga o'zimni ayblayman. Balki qilgan gunohimga jazo shu bo'lsa kerak deb. Men-ku aybimni tushunib yetdim. Lekin farzandim mayli, xullas u akani ham oqtarib topdim. Bo'lgan voqeani tushuntirdim. O'sha o'tkazgan pulim evaziga haqiqiysini ham berdim. Lekin bilasizmi aka nima bo'ldi? Pulim olmadi. Ya'ni u pulni olsam menga ham to'g'ri kelmaydi. Chunki men ham bilmagandim. Boshqaga o'tkazib yubordim u pulni dedi. Shu bilan undan o'tkazgan odamlarni qaytib topa olmadim. Pulni sizdan olib qolganimning sababi shu ozgina bo'lsa ham aybimni yuvarmikin degandim, lekin bo'lmadi. Aka, uzr. Ayb mendan o'tdi. Xato qilganimni tushundim aka. Yaxshi ham shu voqeani aytdingiz. Bo'lmasam bilmadim. Nechta odamga bu ishni qilgan bo'lardim. Farzandingizga shifo bersin. Qaytardim yo'q, baribir bir kun qaytadi. Nima qilsang hozir qilgin, bir kun qaytadi. Ko'z yoshini to'kkan qalb